Hammaga salom. Bugun biz 40 mingta bo'ldik. Yana bir yilni ortda qoldirmoqdamiz. Men uchun 2025-yil juda ham omadli yil bo'ldi. Bu yilda juda ham ko'p bir-biridan ajoyib bo'lgan qo'shiqlar chiqardik. Bularning barchasi mualliflik qo'shiqlar. 2025-yil sarhisobiga ko'ra sizlarga 100 dan ortiq mualliflik qo'shiqlarni taqdim etibman. Bundan o'zim juda ham mamnunman. Hatto 10 dan ortiq qo'shiqlarim ijtimoiy tarmoqlarda millionlab marotaba ko'rishlarga ega bo'ldi. Sizlarga oz bo'lsa-da tanilgan, meni tanitgan qo'shiqlar, yaqinda uning to'ying kuni musofir edim, sevganiga bering xola qizingizni, kelgunimcha kutibsanda, yulduzimiz yulduziga tushmabdi-da, xolamning qizi kabi bir qator qo'shiqlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda millionlab ko'rishlarga ega bo'ldi. Va bular uchun barchangizga kattakon rahmat. Sizning e'tiboringizdaligim bu mening yutug'im.